Aleskida sog'lomlashtirish markaziga yetib kelganmiz. Qurilish jarayonlari ketyapti. Hozir ko'chadan ko'rsatamiz. Bu yerda zinachimiz hozir zina qismini boshlaganlar, cheptoj asosida. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, zina qismlarimiz bitgan, tagida podvetkalari bo'ladi. Bu yerda diskarton jarayonlari ketyapti, pol qismlarimiz bitgan. Bu yerda eng qizig'i, zdaniyamiz 4 etaj bo'lgani uchun bu yerga lift o'rnatilgan. 4-chi etajgacha chiqadi. Bu zdaniyamizning eng qiziq joyi, ya'ni kotelniy. Zdaniyani yuragi hisoblanadi. Bu yerda mana gipskartonchilarimiz ish boshlashgan. Bu turetskiy saunamiz bo'ladi. Ahamiyat berishingiz mumkin. Bu yerda shu gullar hammasi qo'l mehnatida qilingan, bitta-bitta taxlab chiqilgan. Bu shablonni olib kelib shunday yopishtirilmagan. Bu yerda juda kuchli ijod qilingan. Mana bu yoq devorimizga ham patologlarni ham avvaldan qilib ishlab, hammasini 12 voltli galagen podsvetkalar bilan jihozlangan. Bu binoyimizning eng qiziqarli xonalaridan bittasi. Ayniqsa hozirgi kunda sauna sezoni kelyapti. Saunamizni ko'rishingiz mumkin, qo'l mehnati. Xo'p, bu yerda nimalardan foydalanilgan? Tuzdan foydalanilgan, podsvetka qilib orqasiga shunaqa dizayn asosida hammasini bitirib berilgan. Hali ozgincha ishlari bor. Bu joyga qilgan akamizni chaqiramiz. Keling, aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Qoyil qo'sa bo'ladigan ish qilib qo'ygansizlar. Baraka topinglar, chunki hammasi qo'l mehnati. Xo'p, mana shunaqa joylarni bitirib berishga qancha vaqt ketadi? 2 oy, 2,5 oy vaqt ketadi. 2 oy, 2,5 oyda shunaqa xonalarni bitirib bera olasizlar. Ya'ni bu yerda hali elektrik, santexnik ishlar o'z vaqtida bajarilgan bo'lsa, 2 oy nari beri vaqt ketadi. Kimga shunaqa neobычный dizayn asosida sauna xizmatlari kerak bo'lsa, shu akamga murojaat qilaverasizlar. Nomerligini qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli qilib, cho'tki qilib bitirib berishadi. Hurmatli yurtdoshlar, kvartira bo'ladimi, ofis, shunga o'xshagan biznes loyihalar bo'ladimi, ta'mirlash jarayonida har xil muammolarga duch kelinadi. O'sha muammolarga foydali qurilish jamoasi yechim qilib qo'yilgan. Ya'ni material kelishi, uning sifati, bozordan olib kelinishi, ustalarning kelib ketishi va ustalarning obyektigacha har biriga yechim qilib qo'yganmiz. Obyektingizni sifatli ta'mir bilan o'z vaqtida ta'mirlanishini kafolatlaymiz.